Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Ukraina mudofaa vaziri Rossiya askarlarini yo'q qilgani uchun bonuslar tizimini joriy qildi. Ukrainaning yangi mudofaa vaziri Mikhail Fedorov ushbu lavozimga tayinlanishidan oldin Ukrain harbiylari tomonidan rossiyalik askarlarni yo'q qilgani uchun raqamli ball oladigan va bu ballarni onlayn marketplace orqali texnikaga almashtiradigan tizimni ishga tushirgan edi. Bu haqda ochiq manbalarni o'rganib chiqqan RIA Novosti muxbiri xabar bermoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, avval raqamli transformatsiya vaziri lavozimida ishlagan Fedorov bu tizimni 2023-yil aprel oyida Brave One harbiy ishlanmalar klasteri ishga tushirilishi bilan birga shakllantira boshlagan. Dastlab loyiha mudofaa startaplarini qo'llab-quvvatlash platformasi sifatida taqdim etilgan. Biroq vaqt o'tishi bilan Army of Drones Bonus deb nomlangan dastur uning asosiy elementlaridan biriga aylangan. Ukraina Mudofaa vazirligi hujjatlariga ko'ra, tizim quyidagicha ishlaydi. Jangovar bo'linmalar Rossiya harbiy xizmatchilarining o'ldirilgani tasdiqlangan video yozuvlarini Delta dasturiy majmuasiga yuklaydi. Tekshiruvdan so'ng tasdiqlansa raqamli ochkolarga aylantiriladi va qo'mondonlar ushbu ochkolarni Brave One Market onlayn do'konida dronlar hamda robotlashtirilgan tizimlarni sotib olish uchun ishlatishi mumkin. Amalda esa yangi texnika olish bevosita tasdiqlangan o'ldirishlar soniga bog'lab qo'yilgan. Bu tizim harbiy etika bo'yicha mutaxassislar tomonidan keskin tanqid qilindi. Ularning ta'kidlashicha, bunday yondashuv inson o'limini ball tizimining bir qismiga aylantiradi. Inson hayotini harbiy ta'minot mexanizmining elementi sifatida ko'rsatadi. Tanqidlarga qaramay, Fedorov ushbu modeldan voz kechmasligini bildirgan. U 2025-yil 30-dekabrdagi chiqishida Army of Drones bonus dasturini kengaytirish haqida gapirib, uni urush uchun Amazon deb atagan. Shuningdek, uning aytishicha, Brave One klasteri orqali Ukrain harbiy startaplari allaqachon $105 million ortiq mablag' olgan. Fedorovning so'zlariga ko'ra, marketplace tizimi 2026-yilda ham strategiyaning bir qismi bo'lib qoladi. Merz Yevropani AQShdan mustaqil bo'lishga va Trump siyosatiga qarshi turishga chaqirdi. Yevropa, xususan Germaniya, AQShdan yanada mustaqil bo'lishi, boshini qumga tiqib olishni bas qilishi va AQSh prezidenti Donald Trump siyosatiga ko'nikmasligi kerak. Bu haqda Germaniya kansleri Friedrich Merz Xristian Demokratik ittifoqining Baden-Württemberg federal yeridagi saylovoldi tadbirida ma'lum qildi. Biz shuni ko'ryapmizki, dunyodagi eng muhim ittifoqchimiz, hozirgacha shunday bo'lib kelgan AQSh, qoidalarga asoslangan jahon tartibidan yuz o'girmoqda, deya Merz so'zlarini Reuters keltiradi. Merzning fikricha, AQSh tashqi siyosati faqat kuch va manfaatlarga asoslangan siyosat tomoniga yo'nalmoqda. U shuningdek Trump tanqidlarga javob bermasligini va o'zini mutlaqo haq deb bilishini ta'kidladi. Agar AQSh prezidenti shunchaki o'z siyosatini davom ettirsa, boshni qumga tiqib olib, bularning barchasiga ko'nikishimiz kerak emas, dedi Germaniya kansleri. Bunday hisob-kitob ishlamaydi. Biz tor doirada yashamaymiz. Biz dunyodagi eng yirik va eng muvaffaqiyatli sanoat davlatlaridan birida yashaymiz, dedi u. Merzning fikricha, Germaniya buyuk davlatlar qo'lida vosita roliga rozi bo'la olmaydi. Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang.